Үлгілік bir cəmiyyətinin əsirlik qan yaşlıq körəşləri və qismətləri. Abduri Hacı Ekber Muhammed Niyaz. Xatimə. Aksıraş xahişi taşqi post və sırtqi qiyafətdən halqıb ketib, mana əmdi bir xuy micazimizgimi to'liq ta'sir qilmoqda. Ruhda qulluq və g'alchilik, tanda maynatchilik və badbo'ylik, ma'naviy axloqda xushomat va taxsikashlik, xarakterda hazlaklik va xinim mijozlik, xuy mijozda dopshoqlik va xumparlik, kishilik munosabatda dopyuzlik ustunlikni egallab, burunqilardan qolgan illatlar Xitoy virusiga o'xshash tez yamrab, yoshlarga ig'ir darajada passiv ta'sir bermoqda. Ümidsizlik va tushkunlik shu qadar ig'ir darajaga yetib qopdiki, xalqimizning hayot mamotini o'zimizga bog'lab emas, ajnabiy ellarning boshliqlariga bog'lab, bütün ümitni shulardan kutib o'ltirib, oxirida ashular tarafidan ajallik zarbaga uchirganda, shu hamon o'zini tashlab o'tib, tugishib ketadigan, oqibat yana boshqa yangi xo'jayinga tutilib, o'g'irdan qutulib qaroqchiga tutiladigan bu tarixiy ritmdan chiqib ketishimiz kerak. Yaqinqi 150 yillik tariximizga nazar solsaqlar, kuch va jasoratni o'zimizdan olmaganni ozdab, umid bilan ishonchni o'zgalardan kutib, taqdirimizni ularning qo'liga qo'sh-qo'llab tutqizib qo'yganni ozdab, vatan xalqining istiqbolini ularning insofiga tashlab qo'yib, bugungi ig'ir kunga qolganligimizni aslasakli kifoya. 1877-yili Zozongtang bostirib kelganda badavlat umid kutgan Abdulhamidxon hatto o'z taxtigimi ega bo'lolmayotgan ahvolda edi. Uning ustiga shu yil 22 aprelda boshlangan urushda Chorosiya İstanbulga 40 kilometr qolgancha qistab kelib, Osman imperiyasini xaritadan o'chirvatgili tasliq qilgan edi. 1921-yili sotsializm orqali vatanni qutqizishga bel bog'lagan rahbarlar cho'qinadigan Lenin, O'rus Xitoy ittifoqi uchun Uyg'ur xalqining mustaqilligini qo'llamaslikni qaror qilgan edi. 1933-yili tunji Cumhuriyetimiz rahbarlari cho'ng umid kutgan Afg'oniston, hatto davlatimizni oshkora e'tirof qilishga jur'at qila olmagan edi. 1944-yili oxirgi davlatimizni qurishga yordam bergan va izchil qo'llagan Stalin o'ziga ishongan va cho'qingan davlat rahbarlarimizni o'zining eng oliy davlat manfaati uchun ko'zini mit qilmayla qurbon qilib etgan edi. Undan keyin mayli kimdan umid kutmayli, u bizni texmi yomon kunda qo'ydi. Kashki ashu orzu umidlar va yaxshilikni o'zimizdan kutib, boshqalarning qo'l tiqishini cheklab, ichki jihatdan birlashib olgan bo'lsak, hech qanday tashqi kuch bizni bo'ysundira olmagan bo'ladi. Jangda g'alaba qilib, urushda mag'lub bo'lmoq. Turklarda bir gap bor. Turkdan boshqa do'sti yo'q deydigan. Shuningdek turklar turkni faqat turk qutqizadi degan ideya bilan 1919-yildan 1922-yilgacha 3 yil urushib, hozirgi Turkiya davlatini qurib chiqdi. Ammo biz 1945-yili butun vatanni 3 oydala ozod qila oladigan holga kelibmi, o'zi aktiv sulh talab qilgan Gomindang bilan tangsiz kelishim imzolagandan sirt, yana uning beqindisi bo'lishga rozi bo'lib, mustaqillikdan asal voz kechdik. Uyg'urni Uyg'ur qutqizadi, Uyg'urni Uyg'urlik qutqizadi degan ideya o'rniga Uyg'urni o'rislar va sotsializm qutqizadi. Uyg'urni Gomindang Xitoylari va turk millatchiligi qutqizadi.
Uyg'urni Qizil Kompartiya Xitoylari va Jungoch kommunizm qutqizudu degan ideyada ching turib, oqibat aziz xalqimizning ko'rini o'zimiz aktivlik bilan oldin ko'lab qo'ygan bo'ldik. Türklarning shuncha qiyin milliy mustaqillik urushi g'alaba qildi. Bizning 1 yilda g'alaba qilay degan urushimiz mag'lub bo'ldi. Buning tashqi sabablari hadab takror tilga ilindi, ammo ichki sababdan hamma odam o'zini qochirib keldi. Türklar 1919-yili umumyuzlik qo'zg'alib, rasa urushayotganda Gretsiya sulhi talab qildi. Turkiya ma'qul bo'ldi. Shartlari: birinchi, sen sulhi talab qilguchi o'rinni men belgilayman. Ikkinchi, sen sulhi talab qilguchi vaqtni men belgilayman. Uchinchi, sen sulhi talab qilguchi shartni men qo'yman. Bundaq qilish orqali Turkiya jangdala ustunlikni egallab qolmay, urushdimi ustunlikka chiqdi. Yana bir masala shuki, Turkiyaning yig'ib akalsa, oran 200 ming askari bor edi. Ba'zi qo'mondonlar kun sir chekinib, asosiy kuchini saqlashni tavsiya qilganda, Atatürk 200 ming askari kuchimiz bizning eng ko'p kuchimiz. Asosiy kuchimizni saqlagan taqdirdami, bu son har kuni kemaydi-ki, oshmaydi. Bizning hozirgi birdan-bir qila oladigan ishimiz 200 ming askarimiz bilan mamatliq hujumga o'tib, mutlaq ustunlikni qo'lga keltirish. Bizning buningdan boshqa zapas to'liqlaydigan kuchimiz yo'q degan ekan. Biz yuqorqilarning hech qaysini baja keltira olmadik. Chunki qobil bosh qo'mondan va dana ofitserlar yo'q edi. Hamma ish va harbiy huquq ya o'rislar, ya o'risparastlarning qo'lida edi. Milliy mustaqillik tarafdorlari yetim qolgan edi. Har bir Uyg'ur avlodi mushundaq Uyg'urni Uyg'ur o'zi qutqizadi degan ideyaga kelib, yotgan o'rnidan dast turishi lozim. Ikkinchi Cumhuriyatimizning bosh kotibi marhum Abdurup Mahsum vafot bo'lishdan ilgari 2001-yili cho'nqur xo'rsinish ichida bizdagi aksirash xohishi va yotdan butunlay umid kutish xumarining oqibat butun xalqni mo'lcharliksiz fojiaga duchor qilganligini aytib bergan. Shunglashqa o'zimizni kamsitmasligimiz, o'zimizga kuchlik va yemirilmas ishonch turg'izib, har qanday ishda o'zimizni asos qilishimiz kerak. Imommi, avommi, muallimmi, qo'mondonmi, yetakchimi o'zimizdan chiqishi kerak. Peshva yotdin, mo'rt bizdan bo'ladigan holatga xotimi berayli. Undan boshqa tarni, qonni biz to'kkan, g'alba mevasini yotlar so'rgan falokatga xotimi berayli. Abdurup Mahsum haqiqatan ismi jismiga loyiq haq gap qipti. Qiynamasa, tar to'kib, o'z kuchiga taynib, nurg'un imperiyalarni qurgan shalliq millatning avlodlari olg'a. Himmat bizdan, qimmat Allohdan. Sabab bizdan, natija Xudodan. Harakat bizdan, barkat yaratgan egimizdan. Tavakkulchilik bizdan, mo'jiz Rabbimizdan. Loyiqida to'liq hozirlana olsak, inshaalloh endi navbat bizningki. Bir qism shaxslar haqida izohat. Birinchi, ataqli g'ozi Muhammad Yaqubbek. 1822-yili Qo'qonga qarashliq Piskentda tegi Qashqarliq Yusuf Toshchi jamoatidan dunyoga kelgan. 1847-yili Charosiya faslidagi Oq masjid qal'asining qo'mondoni bo'lgan. 1853-yili qal'a qo'ldan ketib, tali qochgan. 1854-yildan 1864-yilgacha Qo'qon va Buxoro xonligi orasida yo'tkilib yurib, talantini joriy qildirgan. Biroq
her ikki elning podshohlari Yaqub beg tüpeyli yamanlashib qolgan. Halqiliq paytda Qo'qon amri lashkari Molla Olimqul Yaqub begni Qashqarga yo'lga solgan. Buzrukxon xo'jaga qo'sh begi qilib Qashqarga qochirib etgan. 1865 yildan 1867 yilgacha butun Tarim vodisini birlikka keltirib, Qashqariya davlatini qurib chiqqan. 1870 yili To'qsun bilan Turpanni, 1871 yili Urumchi bilan Manasni qo'lga olgan. Biroq 1977 yili 29 may sirliq holda o'lib ketib, fursat kutayotgan Zozongtang yil oxirigacha vatanimizni ishg'ol qilib olgan. Ikkinchi marhum Abduqodir Damollam. Uyg'ur xalqini o'yg'atquchi, shundaqla yangicha ma'rif orqali tirildirguchi yetuk dahi, vatanparvar, ma'rifatparvar shoir va adib, to'shqan olim va yigona Allama Abduqodir ibni Abdul Varis Qashqari Uyg'urcha, arabcha, farscha bilatdi. Xalqni jaholatdan qutuldirish, milliy ongni va milliy ma'rifni isloh qilish yo'lida bir umr kurash qilgan. Uning sarf navi, ya'ni morfologiya va sintaksis, ilmiy tavjid, ya'ni qiroat ilmi, ilmiy hisob, aqaidi zaruriya, ya'ni zarur aqidalar, ta'ilmus sibyan, ya'ni go'daklarga ta'lim, nasihatul atfal, ya'ni yosh o'smirlarga nasihat, nasihati amma, ya'ni ammaga nasihat, miftahul adab, ya'ni adabiyotning ochqichi, javohirul iqon, ya'ni haqiqat javharlari qatorliq asarlarni yozgan. 1924 yili 14 avgust to'limi puxta planlangan sirliq suiqasd bilan qatl qilingan. 3. Qutbiddin Shah Husayn Tajalli. Ataqlıq shoir, ximik va tibobat olimi Tajalli Uyg'ur yaqinqi zamon tarixidagi cho'lpon yulduz bo'lib, Abdushukur Muhammad Iminning aytishicha, yaqinqi zamon tariximizda tajallidek universal olim va mutafakkur chiqib baxmagan ekan. U ana tildan boshqa arab, fors, hindi va qadimgi uyg'ur tillarini biladi. Uning arab, fors, hindi va uyg'ur tillarida yozgan she'rlarining bir qismi Barqi Tajalli va Sabaqi Mujalli degan nom bilan 1869 yili Qashqarda Tosh matbaada besilgan. Divanchi Tajalli nomli she'rlar to'plami 20 asrning boshlarida Bulg'ariyada Uyg'ur tilida nashr qilingan. Yana bir qism she'rlari 20 asrning boshlarida Toshkentda nashr qilingan. Bayazlarda e'lon qilingan. Tajalli Hazratning tug'ilgan vaqti haqida 1856 yili yoki 1858 yili tanlanib chiqqan bo'lsa-mu, biroq vafot bo'lgan vaqti haqida bak ko'p ko'z qarashlar bor. Eng kuchli qarash dal mushu asardagi qarash shu. Ya'ni u 1929 yili 22 fevral juma kechasi vafot bo'lgan. Ya'ni Hijriya 1347 yili Ramazonning 12 kuni payshanba kech. 4. Buğraxon avlodi Qutliqoji Shavqi. Qutliqoji Shavqi hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri. Ataqliq nashriyatchi va jamoat arbobi. Uyg'urcha, arabcha, farscha, turkcha tillarni biladi. Shavqi taxallusi bilan she'r maqolalarni va tarixga oid Voqea Qashqar, ya'ni Qashqardagi voqealar nomli kitobni yozgan. Uningdan boshqa 1933 yili Erkin Hayot gazetini nashr qilgan. Keyin bu gazet
rəzil күшlərinin buzğunçılığı tüpəyli bir məzgil toxtutilgan bolsunmu, 1934 yılı 23 avgustdan başlap Yeni Hayat degan nom bilan nashr qilingan. Buyuk ajdodi Mahmud Qashqari yozgan Turkiy tillar divonining birdan-bir nusxasi 1917 yılı Türkiye'de bayqilib nashr qilingandan keyin 1918 yılı Qutlug' Hoji Shavqi bir nusxasini vatanimizga elib kelgan. 1937 yılı 14 may, ba'zi manbalarda shu yili 17 oktyabr Razaq Mavlonov tarafidan qiynab shehid qilingandan keyin mazkur divan qo'ldan qo'lga o'tib yurib 1960 yillari marhum Muhammad Salih, Damallajim va boshqa 5 cho'ng ziyoli tarafidan birlikda nashrga tayyorlangan. Biroq 1966 yili boshlangan mehnat inqilobda ko'ydirib etilgan. 5. Abdulhakim Mahsum Hajimning inisi Hamidxon Mahsum Hajim. Hamidxon Mahsum Hajim 1980 yillarda Qag'liqda akisi Abdulhakim Mahsum Hajim ochgan madrasada dars o'gitib, alayda tuhfa qo'shgan. U o'quvchilar orasida adib, natiq, asti tutish qobiliyati yuqori, she'r o'qishga hirsman, har qanday bir she'rni birli qatim o'qib esida saqlashdan iborat alaydiliklar bilan tonilgan. 2009 yılı 1 ayning 12 kuni vafot bo'lgan. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 15 sonidan ilindi.